Masjidda biror narsani sotish yoki sotib olish o'sha tovarni u yerga olib kelmasdan, ya'ni masjidga olib kelmasdan turib sotish va sotib olishda hech qanaqangi karohiyat yo'q. La ba'sa bihi, hech qisi yo'q. Bu nima degani? Masjiddasiz, e'tikofdasiz, bir narsa sotib olmoqchisiz yoki sizning narsangiz bor, uni sotmoqchisiz. Ikkalasi ham joiz. Sharti nima? Sharti shuki, u tovarni masjidga olib kelmang. U tovarni masjidga qo'ymang. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana shu narsadan qaytarganlar. Agar tovarni olib keladigan bo'lsa, unda makruh bo'ladi. Savdo bo'laveradi, xarida xarid, sotish bo'laveradi, lekin makruh bo'lgan bo'ladi. Endi nega ruxsat bor? Aytishyaptiki, bayna sutur hoshiyaning orasida. Chunki ba'zan inson bir narsaga ehtiyoji bo'ladi-da, o'sha ehtiyoji bo'lgan narsani sotib oladigan, uni ehtiyojini ketkazadigan inson topilmaydi. Shu sababdan zarurat miqdorida ruxsat berilgan.